mashhur voizlardan biri saroyda bir ma'ruza qiladi. Amir-u umaro, vazir-u vuzaro benihoya shod bo'ladi. Shunda hukmdor, biz shu paytgacha bunday ma'rifiy suhbatni shohidi bo'lmagan edik. Juda bizni shod etdingiz. Buning evaziga sizga xohlagan narsamni berishim mumkin. Mana, mening xazinam tilloyu kumush, lali javohirlarga to'la. Bemalol olishingiz mumkin degan paytda mashhur voiz shunday deydi: men qulining qo'lidan narsa olmayman. Shoh buni eshitgan zahoti darg'azab bo'lib ketadi. Qanaqasiga biz sizni qulingiz bo'lamiz? Hammamiz yaratganning, Allohning qulimiz deb jahl aralash gapirgan paytda voiz shunday javob beradi: bu tillo kumushlarli javohirlar menga ham begona emas. Ular mening ortimdan yuradi. Zarur paytda ro'zg'or yumushi yoki kundalik ishlarda men undan foydalanishim mumkin, lekin unga aslo o'rganilmayman. Siz esa uni izdan yurib bu xazinalarni to'plagansiz. Ularni izdan yurgansiz. Ular mening izimdan ergashib keladi. Demak, ular mening qulim, siz uning qulisiz. Shuning uchun ham qulimning qulini qo'lidan narsa olmayman deganning ma'nosi shudir.